Hop, Nodirbek Ismoilov, Milliy sertifikat kitobi ikkinchi kitobi, demak tahlillari. Birinchi variant 34-savol. Demak, farz va qonunga binoan ma'lum bir odamlar populyatsiyasi o'rganilganda sepkillilik genining uchrash chastotasi sepkilsizlik geni uchrash chastotasidan 40% ga kam ekanligi aniqlandi. Agar populyatsiya tarkibida 4000 aholi mavjud bo'lsa, ulardan qanchasining terisida sepkillilar mavjud emasligini aniqlandi. Xo'p, tushunarli. Xo'p. Demak, birinchi qiladigan ishimiz. Birinchi chachishtirish. Demak, katta A sepkillilik bor. Tushunaymi? Biz nazariyadan bilamiz, sepkillilik genining uchrashi, ya'ni dominant bu. Sepkillilik bu dominant. Bu dominant. Demak, kichkinasi esa, demak, sepkillilar bo'lmasligi, ya'ni sepkilsizlik. Sepkilsizlik. Ana endi populyatsiya o'rganilganda sepkillilik genining uchrash chastotasi sepkilsizlik geniga nisbatan 40% ga kam. Demak, katta 40% ga kam ekanda. Hop, boshqa belgi yo'q bizda. Demak, chachishtiramiz. Katta davayt qilamiz. Katta qilamiz. Demak, bizga hosil bo'ladi f bar avlodda f bar aniqlaylik. F bar avlodda demak katta hosil bo'ladi. Katta ikkita katta yu kichik va kichik. Mana shunday hosil bo'ladi. Xo'p, bu 40% ga kam ekan. Biz formulani bilamiz. Formulani mana bu yerga yozib ketaman. Xo'p, p kvadrat plus 2pq plus q kvadrat teng 1, p plus q teng 1 ga. Bu formulani hamma biladi. Ya'ni mana hozir shuni yozaman qayunaversa. Demak, p kvadrat plus 2pq plus q kvadrat teng shu 1 ga. Mana shu formula. Buni davomi ham bor. P plus q teng 1 ga. Bu formulani hamma biladi. Mana bu formulaga qo'yamiz. Bu 1 yoki 100% desak ham bo'ladi. 40% berganligi uchun, hop, bu yerda formulada 1, bu foizda bergan. Buni 100 deb olsak ham bo'ladi. Qarang endi. Hop, mana bu yerda yozamiz. Demak, katta A plusda katta A plus 40 teng kichik A. Tushunaymi? Demak, katta 40% ga kam. Demak, kichik A ga teng bo'lishi uchun bu 40% ni kattaga qo'shish kerak, to'g'rimi? Keyin kichik A ga tenglashib bo'ladi katta. Ana endi mana bu formulaga qo'yamiz. Mana bu prinsipga qo'yamiz. Mana ikkinchi formulaga qo'yamiz. Demak, mana bu yerda yozaman. Hop. P bu yerda A, Q bu yerda kichik A. Hop.
katta, ya'ni katta A plus kichik A o'rniga A plus 40 ni yozamiz. A plus 40 teng 100 ga. 2A demak mana bu yerda hop 2A teng hop 60 ga. Katta teng bu yerda 30 ga bo'ladi. Va katta 30, kichik A esa 40 70 ga teng bo'lgan. Hop, agar populyatsiya tarkibida 4000 aholi mavjud bo'lsa, ulardan qanchasining terisida sepkillilar mavjud emasligini aniqlaydi. Sepkillilar mavjud emas debdi. Hop. Kichik mana buni topish kerak ekanda. Mana. Yo'q. Sepkilsiz ekan. Kichigini topish kerak. Qarang. Demak. Katta kichik kichiga kichiga demak katta demak 7. Hop, katta demak 0.7, katta 0.3, kichiga 0.7. Demak kichigalarni topishimiz kerak. 7 kare 7 demak 0.7 kare 0.7 0.49. Demak 0.49%. Buni yozmasak ham bo'lardi. Mana buni yozmasak ham bo'lardi. Mana bu 4000 ni ko'paytiramiz. 0.49 ga deymiz. Teng shu yerda necha bo'ladi? Bo'ladi bu yerda. Demak 19.60. Mana javob. Mana bu javob to'g'ri. 1960. Demak javob shu.